Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan yana men Draker va bugungi videoda men sizlarga launcherga qanday qilib mod o'rnatishni o'rgataman. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Qani unda biz boshladik. Google'ga kirib, xohlagan modingizni yozasiz. Masalan, Epic Knights Armor Shields and Weapons. Ana shuni yozasizlar. Keyin modni ichiga kirasizlar, u yerda ma'lumotlar bo'ladi. Keyin teparoqda mana bu yerda faylni bosasizlar, ichiga kirasizlar. Ko'rib turibsizlar, bu yerda modlar, bu yerda versiyalar, o'zingizga yoqqan va qulay versiyani tanlab o'ynashingiz mumkin. Va bu yerda raqamlar, keyingi versiyalarga o'tish uchun xo'sh 121 121lar ko'p ekan. Oxiriga o'tamiz. Mana bizga 1.16.5 shuni ustiga bitta bosasizlar. Keyin teparoqqa chiqasizlar va bu yerda download, ya'ni yuklab olishni bosasizlar. Keyin o'zi avtomatik 5 sekund sanaydi va o'zi avtomatik yuklab olishni boshlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, yuklab oldi. Yuklab olgan fayli ko'rib turganingizdek yuklamalar jildiga saqlandi. Endi esa launcherga kirib olishingiz mumkin. Va bu yerda mana shu tugmani bosasizlar va fayl ochiladi. Bu yerdan mods fakasini topasizlar. Keyin yuklamalarni ochasizlar. Bu yerda mana biz yuklagan mod, shuni olib bu yerga ko'chirasizlar. Всё. Mod yuklandi. Va o'zingizning worldingizda xohlagancha o'ynashingiz mumkin. Bu juda ham oson va siz uchun foydali. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Agar yana shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz, kommentda yana shunaqa video chiqsin deb yozib keting. Xayr.